Ha, azizlarim, qalaysiz endi? O'zbekiston. Mana O'zbekiston sizga, mana quyosh, mana ko'm-ko'k osmon. Hozir O'zbekistonning eng zo'r ma'noli, shirin, shakar joylaridan ko'rsataman. Xullas, Jomboygaman, kola zavodga. Hozir turibman Ochratga, kecha oqshom kelganim, hali Ochrat kelgani yo'q menimcha. Uspet qilmayapti. Xullas, ertalab turdim, yuvindim, zavtrikka endi nima qilay deb o'tirgan edim. Mashina yerga turgan edi quyoshda. Yuzim bu tomonga qarab, quyosh uryapti-da u tomonga. Shunga keldim, orqaga razvorot qildim, endi borayotgan edim chap tomonga, buni qarang. Shunday kelib mana shu yerga chetroga qo'ydim, Ochratim kelguncha. Mana bularni qalaysiz endi? Mana bu jannatlarga nima deysiz? Ha, noshkurlik qilish yo'q endi. Noshkurlik qilish yomon. O'zbekiston shukr shu davlatga. Bismillah. Shu davlatga tug'ilganimizga shukr. Kammi ko'pmi berayotgan rizqiga shukr. Ha, qalaysiz? Bu jannat mevalariga nima deysiz? Azizlarim. Bay misan, bay. O'zbekistonim mana. Vay. Haqiqatan ham shirin. Hammaga omad, yaxshi kayfiyat. O'zbekistonni qarang, qanday chiroyli, qanday go'zal bu davlat. Haqiqatan ham da bunday o'ylab qarasangiz, haqiqatan ham barakasi bor, haqiqatan ham go'zal, boshqacha davlat. Osmon ko'm-ko'k, toza osmon, toza havo, toza yomg'irlar, quyosh, qish, bahor paytlari ko'm-ko'k, yam-yashil, meva, cheva, to'kin, sochin, mazali suvlar. Ana qarang, 25, 30, 40 daraja issiqlikda muzdakkina O'zbekiston suvidan shunday ichsangiz agar bo'ri, nechi baho? Ha? Prosta jannat emasmi? Ha? Kim bilan sport qiladi? Ashshi mazza. Agar buni hozir tepasiga odam bir g'ayrat qilib chiqsa daraxtga boru, bashshi devona bo'ladi. Ana zavtrik ham nonushtaga eshitma kerak emas. Shunday chiqasiz, terib yeysiz, ham qonga, ham davlat nima foydasi bor organizmga. Ham to'yimli, ham shirin, mazali, naturalniy, tabiiy. Vay, O'zbekiston, Allohimga shukr. Vay. Davay bo'lar, hamma shu O'zbekistonga bittadan Allohga shukr, shu davlatga tug'ilganimga deb qo'yamiz ko'nglimiz ichiga.